Rossiyaga ketolmadi Tilov ukam. Alamidan sig'may ketdi yer betiga. O'rtoqlar uchib ketdi birin-ketin. Ukamgacha pul yetmadi biletiga. Chora izlar loy devoriga suyangancha. Tamakini tutgan qo'li titrab turar. Tilov ukam oq chekaru, ho narida qo'shni uyning o'g'li Botir qarab turar. Shahar borib ishlay desa qo'yishmabdi. 3 kun yotib, kecha chiqib keldi go'mdan. Tilov ukam yaxshi usta, loyga mahkam, g'isht quyadi. Har donasi 500 so'mdan. Tushlikkacha davlat ishi. Tushdan keyin yigit joni g'isht quyishga yarab turar. Tilov ukam loy teparu, ho narida uy egasining o'g'li Botir qarab turar. Loy tepishga majburlar ko'p. Nima qilay? Lekin senda zarra ayb yo'q, ona vatan. Tilov ukam loychi emas, zo'r muallim. O, botirlarga dars beradi fizikadan. Rossiyaga ketolmadi Tilov ukam.